Google kompaniyasi kvant kompyuteri bo'lmish Sycamore noodatiy ishni amalga oshirdi. Google'ning kvant kompyuteri Sycamore sizning miyangizni portlatadigan ishni amalga oshirdi. Yana bir bor u kvant ustunligini isbotladi. Bir necha soniyada bajargan hisob-kitobni dunyodagi eng kuchli superkompyuter Frontier 47 yilda bajarardi. Bu 2019-yilda Google 53 ta qubit bilan qilgan ishlarga o'xshash, ammo bu safar Sycamore bu vazifani 70 ta qubit yordamida bajardi. Qubitlar bu klassik bitlarning kvantdagi ekvivalenti bo'lib, ular 1 yoki 0 ni yoki ikkalasini bir vaqtda ifodalashi mumkin. Bu esa ba'zi hisob-kitoblarni nihoyatda yuqori tezlikda bajarishga imkon beradi. Kvant kompyuterlari hanuz rivojlanishning dastlabki bosqichida, ammo Google'ning Sycamore orqali erishgan yutuqlari kvant hisoblash sohasida juda katta qadam hisoblanadi. Bu mashinalar tobora kuchayib borayotgani va yaqin kelajakda ular real muammolarni hal qilishda ishlatilishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Artel kompaniyasi ham shunday kompyuter qila oladimi? Izohlarda yozib qoldiring va do'stlaringiz bilan ulashing.